25 joints, 25 to 30 joints in the next 4 days. Okay. Torkunda 30 ta operatsiya. We'll keep you busy. No worry. We need to see why do they need revision. Okay, sir. So basically, a revision patient, when they come, it is not necessary that we will operate them immediately. Okay. It might take 1 or 2 days. Okay, no problem. Because we need to understand why this is happening. Okay, sir. Sizga nimadir savol bo'lsa, suyak bo'yicha tegishli nimadir baribir shu yerda bo'lasiz, to'g'ri, xudo xohlasa ikkita operatsiyalar ko'rasiz. Yana nimadir qisqacha nimadir bo'lsa. डॉक्टर गौरव है बाकी डॉक्टर रत्ना को राउंड पे नहीं थे आपके साथ रत्ना को नीचे भेजना होगा. In Uzbekistan, we have not started yet the shoulder replacement. In private hospitals and We are doing government hospitals. We are doing shoulder replacements, but by chance in next 4 days we don't have. Shoulder come less. The shoulder patients, they try to manage without a surgery and they will manage. But with the walking is more important. Yeah. So the hip and knee, they keep coming in because they have to walk. Shoulder, even if it is damaged, they say I can eat. But they will not look for this. The shoulder patients, they still keep postponing. So shoulder is less. So in a month, we operate around 4 or 5 shoulders. Around 4 to 5 shoulder replacements. We still have some patients with aseptic necrosis and vascular necrosis with shoulder. Send them, we'll do them. The next thing you can do is you can pack them. You can pack them together. Bular aytyaptilar, mana yelkani almashtirish ham bularda bor, lekin chunki yelkani qiynalib bo'lsa ham baribir bir amallab nimadir ishlatib ovqatlanish nimadir qiladi, lekin oyoqda muammo, tizzada yemirilish bo'lsa yoki tazda muammo bo'lsa, baribir shu sababdan yura olmaydi. Bu ko'proq bo'ladi. Buni odamlar juda kam qildiradi. Qiynalib bo'lsa ham yuraveradi, cho'zaveradi. O'shaning uchun oyiga qilamiz, juda kam deyapti, 4 tadan 5 ta qilamiz. Lekin tizza, taz navbat turadi, juda ko'p. Sanab bo'lmaydigan darajada. Standing position. This is sitting in chair. Okay, now he wants to do namaz. Moment he does namaz. Okay, why? Because this is meant for normal movement. Stand, walk, and all. But you want to do namaz, some patients will be able to do because they are okay. They are thin like you. But somebody who's fat like me, the moment the stomach will touch here, it will put a pressure and they will smoke. So what do? If somebody says, I want to do namaz, then we tell them to spend more money. So we tell them to spend more money. Because then we put this implant. Dual mobility, right? This is dual mobility. Yes. So when you put dual mobility, so this is standing, this is sitting, and this is namaz. The dual mobility doesn't allow you to dislocate. But then dual mobility, between normal implant and dual mobility, there is a difference of around 1,50,000. That is me. If I'm doing the surgery, the machine is in my hand. And what is it cutting? It is cutting. You can see on screen what it is cutting. Yes. So that is robotic. So robotic means it just allows me to cut in the right angle. Can you see that green screen? Yes. So it will only cut the green and it is in my hand. This is in my control. This is knee replacement by robotic. So that is so that machine that you see, that is the robotic machine. So everything is still in the control of the surgeon. Bosit will translate. Bosit, you can translate. Namaste. Namaste. Dr. Anuradha Kapoor, Senior Director, Gynecology. Nice to see you all. So I wanted to tell you about our hospital that we do a lot of robotic and laparoscopic work. Minimally invasive gynae. Yeah. So in minimally invasive also you have robotic has a 3D camera. Like laparoscopy has a 2D camera. And it is 10 times magnified. So that means when you have advanced endometriosis diseases and it's just all stuck together, the robot gives me a much better view than the laparoscopy, right? So the dissection is safer and there's less blood loss and patient also has no pain.
So like today I did one laparoscopy for robotic for endometriosis, and I will discharge it tomorrow. So within 24 hours we discharge. 24 soatda bugun misol uchun robotik operatsiya 24 soatda o'sha virusga chiqadi. Uni qon ketishi kamroq, keyin ichki o'sha anaqalarni yaxshi viewda ko'ra olasiz. Understand to, like yourself, to see actually what they have been doing and what is happening and what all can happen. And if they send patients, they could be taken care of in a proper way where they are. So that's one part of it. Also, just to add, since you had a round of the other building, also you saw a new construction which is coming up. So in the next 6 months, we would have another 400 beds. So this would be 1150 beds, which would be the largest in Asia. As a private institute, not as a government, because government still has, in your country also you have bigger institutes which are government, large number, but from a private perspective, this would be the largest in South Asia. Yaxshi keldinglarmi? Mana biz ham bugun Hindistonga bo'lgan sayohatimiz nihoyasiga yetyapti. Mahbub Afzalga birinchi o'rinda katta rahmat aytamiz. Shunaqa zo'r tashkillashtirganingiz uchun, shunaqa vrachlarga esdalik qoldirdingiz. Впечатление nima bo'lardi? Zo'r taassurotlar qoldirdingiz. Bu taassurotlarni menimcha bizani doktorlarimiz hech qachon unutishmaydi. Hindistonni boshqacha ko'z bilan siz orqali ko'rishdi. Shunaqa yaxshi insonlar borligini Hindistonda sizga o'xshagan, Sarimga o'xshagan, Islom, Haydar va boshqa sizni komandangiz juda yaxshi yigitlar. Shunaqa zo'r tashkillashtirib berdinglar. Sizlarni sabringlarga qoyil qoldik hamma, mana shu o'tirganlar. Bunaqa sabr bizning o'zbeklarda juda kam. Ko'p narsani sizlardan o'rganishimiz kerak deb alohida vrachlar bilan gaplashdik. Anaqa kibr yo'q, umuman kibr yo'q. Juda ham ko'p narsa o'rganish kerak. Har kelganimda yengil, даже mana kecha aytayotgandim, даже shundoq doktor Ashish katta boshini kichkina qilib, kecha mana o'zingiz ko'rdingiz. Baribir mana Hindda men qanaqa bo'lsa ham bizda juda qiyin bunaqa narsalarni anaqa qilish, nima deydi, katta lavozimdagilar, kichkina lavozimdagilarga uzr so'rash. Munosabat boshqacha. Juda qiyin. O'shanga men ham kecha o'zimga ko'p xulosalar qildim. O'rganish kerak degan. O'shaning uchun sizga katta rahmat. Arzimaydi. Biz juda baxtlimiz. Sizdagi inson bilan tanish bo'lganimiz. Boringizga shukur, yuzlarga kirib yuring, esalomon qutib olsin, daraxsha. Bolangizni bag'ringizga bosib olib, baxtini ko'rib, taxtini ko'rib, yana ko'p bolachalar bo'lib, kichkina mahbubchalar ko'p bo'lsa, kamida o'zingizga o'xshasin bolalaringiz, ilohim. Xudo xolasa o'xshaydi. Rahmat, sizlarga ham katta rahmat. Shuncha bizlarni mana tanlagani uchun va shuncha ishonch bildirganingiz uchun va qaysi darajada ishonchni oqladik, eshitdik, juda ham xursand bo'ldik. Bu biz uchun ham juda ham faxrli narsa, chunki bu hammaga emas. Mana shuncha uzoqdan begona yurtda baribir begona qilmadingiz bizni qanaqadir tanlab va biz iloji boricha maksimal darajada harakat qildik hamma tomonlama. Mana bilasiz, ko'ryapsiz, shuncha bemorlar bor, baribir bir hafta hammasini tashkillashtirib birga yurish ham o'zi oson bo'lmadi, lekin sizlar bilan yurganimizdan biz juda ham xursandmiz, chunki biz ham juda ko'p narsani o'rgandik sizlardan. Baribir bu katta baxt deb o'ylayman, chunki hammaga emas bu. Shuncha masalan mana har xil gaplar aylanib yurayotganda, o'tgan safar ham doktorlar kelganda Hindistonga borsa sassiq, qanaqa ovqatga qiynalamiz, har xil gaplar yuribdi, aylanib yuribdi. Mana qarang, endi hozir doktorlardan o'tgan safar ham eshitdik, endi hozir yana endi inson ko'p narsa sekin tajriba yana ortiq bo'lgan sari inson ko'p narsa o'rganadi, endi xatodan o'rganadi. O'tgan safar biz iloji boricha maksimal darajada hammasini tashkillashtirdik va o'tgan safargi xatoni qaytarolmadik. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, mana kelish bilan hattoki sim karta hal qilish uchun oldindan odam tayyor turibdi mehmonxonada va qolgan hamma narsa tashkiliy ishlarni operatsiyaga ham kiradiganlar bemalol kirib chiqishdi. O'tgan safar qanaqa to'polon bo'lganda, operatsiyaga kiraman deb turganlar, lekin kira olmaganlar sabab oldindan biz ruxsat ola olmadik, chunki dokumentalli ishlar boshqa. Shu safar oldindan hammasini tashkillashtirdik. Mana doktor A'zam operatsiyaga kirib chiqdilar, ko'p narsani o'rgandilar. Ko'z bilan ko'rish u umuman boshqacha. Chunki uzoqdan faqat gapirish u agar amalda bo'lmasa, endi u narsa qiyin narsa, lekin Xudoga shukr shunaqa imkoniyat bo'ldi.
bo'ldi. Mana doktor Azam qatnashdilar, mana doktor Nigora Dushanbe Tojikistondan ham tashrif berdilar. Juda katta rahmat bularga. Endi eshitamiz sizdan qanaqa nima va sizga ham katta rahmat. Medbook jamoasiga, a'zolariga, hammasiga katta rahmat. Aziz akaga, Happy Travelning rahbarlariga ham alohida rahmat va Ovoz akaga va qolgan shu yerda o'tirganlar hammasiga va bizni juda yaqin mana Ruxsora opa necha yildan beri biz tanishmiz. Mana yo'q demasdan vaqt ajratib keldilar. O'zi Qatarda edilar, undan oldin Amerikada edilar va davlat ba davlat yuribdilar. Endi chunki oldin Hindistonga birinchi menimcha kelganda hurmatli janob Shavkat Mirzayevning tashrif bilan, prezident tashrif bilan Hindistonga kelganda tanishgandik. U paytdan beri birgalikda mana eng asosiy sizlarda aytadi-ku, oqibat yo'qolmasin. O'sha narsa men hozir qaytaraman. Endi bizning oqibati yo'qolmasin. Mana shuncha mehr bilan qachonki opaga telefon qilsam hech qachon hech narsaga yo'q demaydilar. Juda ham katta rahmat shu uchun alohida minnatdorchilik bildiraman. Opaning hurmat bilan birinchi bo'lib opani biz mana kichkina bo'lsa ham sog'a bor, o'zimizning firmadan sertifikat bor va yana uydagilar uchun shirinlik ham bor. Hindistonlik mashhur laddu siz uchun maxsus, xudo xolasa birinchi mana Ruxsora opani biz sertifikat bilan xudo xolasa bu bizning aloqamiz, bu hamma munosabatlar abadiy bo'lsin ilohim. Inshaalloh. Marhamat, keling. Keling. Tabriklaymiz Ruxsora opa. Mana Medbook endi bilaman Hindistonga juda ko'p kelgansiz. Medbook jamoasi bilan birinchi marta tanishdik. Avvalambor tanishganimdan juda xursandman. Nima deydi, sizga katta rahmat aytmoqchiman. Shunchalik bizani televizorlarga olib chiqib, shunaqa tanitib, juda ham приятно bo'ldi. Приятно bo'ldi. Juda ham xursand bo'ldik. Vrachlarga ham hammaliga xursand bo'lib, o'zligini ko'rib, nima deydi, sizni mehnatingiz shunchalik kelib, olib, birga biz bilan yurib, nima deydi, sabr qilib, shuncha vrachi endi o'zim emasda shuncha reportaj qilish, shuncha katta rahmat aytmoqchiman birinchi o'rinda. Sizdan so'ramoqchiman, taassurotlaringiz qanaqa? Opa, yana bitta narsa men qo'shimcha qilay. Mana siz jurnalist sifatida shuncha yildan beri va yaqindan u yerdagi doktorlarning malakalar va u yerdagi doktorlarning qaysi darajalikda va shu yerdagi doktorlarning malakani ham hammasini o'zingiz yaxshi bilasiz. Oldin ham necha marotaba hattoki har xil soha bo'yicha film ham qilgansiz. O'tgan safar ham keldingiz va har xil doktorlardan intervyu oldingiz. Doktorlar va hattoki bemorlar bilan ham yaqindan tanishib, hattoki ichiga kirib ham o'tgan safar ko'rdim. Alohida Mahbuba Afzal qanaqa nima munosabat, alohida ham bemorlar bilan gaplashdingiz. Bemorlar o'zi vatandoshlar qanaqa shu yerdan masalan lecheniya olib ketyapti, qaysi taassurotda ular va mana hozir ham shu safar ham doktorlardan intervyu oldingiz. Qanaqa nima o'shani siz baribir siz jurnalist sifatida mana ajratishni yaxshi bilasiz. Qanaqa nimaligini, o'shani bor narsani bizga aytib bersangiz xursand bo'lamiz. Marhamat. Endi avvalambor taklif uchun katta rahmat. Men O'zbekistonda ham, Hindistonda ham tibbiyotni yoritganman va bu sohada jurnalistika sohasida 31 yildan beri faoliyat ko'rsataman. Men aytmoqchi edimki, mana shu siz qilgan mana shu tur tibbiyot turizmi bilan bog'liq, mana shu nafaqat buni men turizm deb atardim, bu juda katta ijtimoiy loyiha. Sababi shu paytgacha borki, bizda imkoniyat bo'lmagan, bo'lgan taqdirda ham buni kimlardir xohlamagan va ularga unchalik foydasi bo'lmagan. Lekin bitta narsa buni tagida shunchalik darajada katta xayriya yotibdiki, shunchalik darajada katta savob ish yotibdiki, agar sizlar bugun o'rgangan har bitta mana shu tibbiyot xodimlari, har bitta mutaxassis o'zini sohasida bitta yangilikni O'zbekistonga agar sizlar joriy qilsanglar, masalan, bitta inson taqdirini o'zgartirsanglar yoki bu biron bir bemorni hayotiga bir nima deydi, sog'ligiga, umriga umr qo'shsanglar, sizlar bilasizlarmi qanaqa katta bu nima deydi, har bitta insonning hayotda missiyasi bo'ladi va shu yerda 20 ga yaqin odam bugun shunday bo'ldiki, bir hafta davomida sizlarning missiyalaring bitta bo'ldi, yagona. U ham bo'lsa insoniyatning taqdirini o'zgartirish, insonni umriga umr qo'shish, uni hayotini yaxshi tomonga o'zgartirish. Bu insonni hayotda yashashdan asosiy eng oliy
baxt, eng oliy maqsad bu. Sizlar mana shu buyuk g'oya ustida sizlar mehnat qildinglar bir hafta. Balki buni o'zlaring tushunmagandirsizlar, lekin buni tagida juda katta g'oya bor va Malika mana shu siz olib borayotgan proyekt loyiha bu juda katta ijtimoiy loyiha. Men o'ylaymanki, mana shu sizning maktabingiz juda katta bo'lishi va O'zbekistonda nafaqat nodavlat tibbiyot muassasalari, balki davlat tibbiy muassasalaridagillarda ham katta qiziqish uyg'onsin va bu yerga keluvchilar, o'rganuvchilar soni o'zgarsin. Soni borgan sari ko'paysin. Nima uchun deganda 40 million aholini davolash boshqa, 1,5 milliard aholini davolash va bundagi bir necha yillik tajriba bu tamoman o'zgacha. Buni borki bir necha yil bilan ham yoki boshqa narsa bilan almashtirib bo'lmaydi. Xohlaymizmi, xohlamaymizmi, istaymizmi, istamaymizmi? Bu yerda tibbiyot juda ko'p yillardan buyon rivojlangan va bularda davolash uslubi ham va davolashni soni ham nihoyatda ko'p bo'lgani uchun ham bularda biz xohlaymizmi, yo'qmi, sifat biz o'ylagandan ham ko'ra ko'proq 10 barobar, 20 barobar, balki 100 barobar. O'sha uchun ham sizlar bugun juda katta o'sha o'zlaringizning sohalaringizda malaka oshirdinglar va men har bittasi bilan eshitib turdim, o'zaro gaplashganda. Bular yana kelmoqchi. Yana kelib o'zini tajribasini oshirmoqchi. Kerak bo'lsa o'sha cho'ntagidan pul to'lab o'zini har bitta o'zini shifokorlar bilan kontakt o'rnatib oldi-da. Ular o'zim e'tibor qilyapman, gaplashyapti ular bilan, Telegramda yozishyapti. Bu kelajakdagi rejalar. Bilasizlar, bu juda katta narsa. Bu insoniyatni umri uchun, insoniyat hayotini yaxshilash uchun juda katta savobli ish va mana shu xayrli ishda hammalaringga muvaffaqiyat tilayman. Avvalambor sog'lik, salomatlik tilayman. Bu yo'lda sizlarga men nima deydi, yo'lboshchi bo'lgan Mahbub Afzalga juda katta rahmat aytmoqchiman, minnatdorchilik bildirmoqchiman. O'zi bo'lmaydi shuncha odamni ko'nglini topishdi, to'g'rimi? Masalan, gohida u o'zbek millati, o'zbek xalqi juda mehmondo'st deymizda, lekin mana shunday Hindistonga kelganda har doim yana o'zbeklardan ham ko'ra mehmondo'stroq hamda yaxshiroq insonlar borligini har doim amin bo'laman. Mahbub, sizga katta rahmat. Mana shu jamoa nomidan, mana shu bir guruh o'zbekistonlik nima deydi, mas'uliyatli, mashaqqatli kasb egalari, shifokorlar nomidan yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Doim sog' salomat bo'ling. O'zbekiston bilan Hindiston o'rtasidagi tibbiyot sohasida asosiy bir nima deydi, ko'prik abadiy bo'lsin. Hech qachon yiqilmasin, bu bor rivojlansinki, do'stligimizga ham hech qachon ko'z tegmasin. Sizlar bilan doimo yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Katta rahmat. Buyoqdagi meditsina bilan tanishdingiz, o'z fikringizni bildirishingizni so'rab qolamiz. Qanaqa taassurotlar qoldi? O'zingizni tanishtirib, qaysi taassurotda siz? Endi qarang, hozir bu yerda 3 ta davlat turibdi. Tojikiston, Dushanbe, O'zbekiston va undan keyin Hindiston. Va endi 3 ta davlatning hammasini ko'rgan holda taassurotingiz qanaqa? Avvalambor assalomu alaykum hammalaringga. Man Aripova Nigora Jaloliddinovna, Dushanbe shahridan bo'laman, Tojikistondan. O'zimni rahmatimni aytmoqchiman. Avvalambor Malika opamizga juda ham qiziq puteshествиядан, sayohatlikdan, ya'ni xursandchilik bildirmoqchiman. Juda ham ma'qul bo'ldi hammasi. Indiyaga kelganimda pushaymon emasman, chunki birinchi kundanoq kelganimda Malikaxonga aytdim o'zimni taassurotlarimni, nima ko'proq yoqdi menga, samimiylik insonlarda ko'rdim. Kambag'al ham bor, boy ham bor, hammasiga shukr qilib yashashadi. Kibrlik yo'q, oddiy insonlar, sodda, samimiy, tozalik ichlarida. Avval aytardilarki, yuzi qora odamni ichi ham qaro bo'ladi. Bu gap stereotip. Darajada rostlikda shuni. Shuni men bildimki, bular hammasi yolg'on ekan. Shahar hammasi menga yoqdi. Ovqatlari ham rosa mazali. Kecha sal spetsi kamroq ovqat yesam, уже mazasini bilmadim-da, уже o'rganib qoldim. Juda ham ma'qul bo'ldi. Hammasiga katta rahmat. Mahbub Afzal, sizga ham gap yo'q. Rosa Shohruxxon, men aytdim, rosa yaxshi insonlar, bizni yaxshi qabul qildilar. Hamma narsani tushuntirdilar. Rosa sabrli xalq. Hamma taraflama menga ma'qul bo'ldi. Vrachlarga ham gap yo'q. Necha kun mana klinika Max Pharma klinikasida ham ishtirok qildik. U yerda Anuradha Kapur bilan ham tanishdim. Rosa juda ham ajoyib inson ekanlar, ginekolog. Nima deydi, bilimini
ayamasdan hammani ko'rsatib tushuntirib, даже menga aytdilarki, robotga o'tir, ishla. Mana shu darajagacha birgalikda kiyimlarni o'zlarini ayamasdan ol ki, bunaqa rosa menga ma'qul bo'ldi. Men u kishini ham vizitkalarni oldim. Inshaalloh oyandaga yana niyatim bor Hindistonga kelib o'z malakamni oshirishga. Hammasi uchun katta rahmat sizlarga. Rosa men xursandman shu yerga kelganimda. Robot apparatlar rosa zo'r, zamonaviy texnologiyasi. Hali bunaqasi menimcha Sredney Aziyada yo'q bo'lsa kerak. Birinchi bo'lib, men birinchi o'tirdim shu apparatda. Shundan ham faxrlanaman. Katta rahmat sizlarga hammasi uchun. Omadingizni bersin. Rahmat, sizlarga ham katta rahmat. Dushanbega kelinglar. Biza faqat xursandmiz. Eshigimiz hamma vaqt ochiq. Katta rahmat. Katta rahmat. Medbook jamoasi bilan borib. Bo'ldi, gap yo'q. Katta rahmat. Hammalarga. Xudo xohlasa kutamiz sizlarni. Yaqin kunlarda Xudo xohlasa Dushanbega tashrif beramiz. Kutamiz. Katta rahmat. Yo'q, ish qilmaydi, voy. Bitta narsa men sizga aytib o'tay. Hozir siz aytdingiz, qora insonning ichi ham qora. Bu endi shunaqa gap bor, lekin men bitta hadis esimga tushdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Innalloha la yanzuru ila ajsamikum va la ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum." Alloh taborak va taolo insonning jasad, ya'ni organizmga ko'rmaydi, va la ila suwarikum, hattoki suratga ham qaramaydi. Walakin yanzuru ila qulubikum, balki Alloh taolo insonning qalbiga qaraydi. O'shaning uchun eng asosiy ichidagi qalb, yurak. Endi kim qanaqa ko'rish, tushunish va qanaqa kiyinish umuman rol o'ynamaydi. O'shaning uchun endi esimga tushdi. Arziydi, sog' bo'ling. Sog' bo'ling. bilan birinchi marta tashrif buyurdingiz. Shu anaqada Mahbub bilan ham tanishdingiz. Avvalambor oldin eshitgandirsiz Mahbub haqida, lekin birinchi marta o'z ko'zingiz bilan ko'rib, tanishib, Hindistonning klinikalarini ko'rdingiz, o'sha qiziqqan narsalar, vrachlar bilan tanishdingiz, reabilitatsiya bo'limini ko'rdingiz. Sizga nima deydi, solishtirganda qanaqa nima deydi, farq bor va o'zingizni taassurotlaringizni aytib bersangiz. Rahmat. Savollaringiz uchun. Nima demoqchiman? Men boshida Hindistonga kelayotganimda, to'g'risini aytsam, rosa Mahbub o'yladim. Borsammikin, bormasammikin, chunki men bitta bo'lim boshlig'iman. Juda ham ikkilanib qoldi. Ikkilanish ko'p bo'ldi. Ikkilandim, chunki oxirgi ketishimga 2 kun qolganda aniq bo'ldi ketishim. No, kelganimdan afsusda emasman, chunki men bu yerda nafaqat tibbiyot sohasiga oid, balki shu Hindistondagi bu sizlarning yashash sharoitinglar, turmush tarzinglar, sizlarning ovqatlaringlar menga juda ham yoqdi. Men juda ham sizlardan minnatdorman. Men kelganimdan hech ham afsuslanmayman. Tibbiyot sohasiga keladigan bo'lsak, men o'zim reabilitatsiya bo'limida ishlaganim uchun menga Hindistondagi olib boriladigan reabilitatsiya jarayonlari juda ham ma'qul keldi. Sizlarda qanaqa reabilitatsiya? Mana bizdan farqli, sizlarda nevrologiyada 10 kun emas, balki 1 oydan 3 oygacha reabilitatsiyani to'xtatmasdan olib boryapsizlar va juda ham yaxshi natijalar qo'lga kiritilibdi. Va bosh miyaga tegishli yana Parkinsonlar va yana epilepsiya ya bosh miyadagi o'simta va mana transnazal burun orqali ichga kirib operatsiya, ya'ni bosh miyani ochmasdan, kesmasdan bunaqa narsalarga ham qaysi darajada guvoh bo'ldingiz endi doktorlar? Bu bo'yicha ham biz shu Max klinikasida shu nevrolog shifokorlari, ham jarroh, ham lecheniya qiladigan ular bilan tanishdik va ular bizga o'sha Parkinson kasalligida, bundan tashqari epilepsiya kasalligida o'tkazilgan jarrohlik amaliyotlarini ko'rsatishdi va ushbu jarrohlik amaliyotlaridan olingan natijalarni ham o'sha video roliklarda ko'rdik va juda ham yaxshi natijalar olishganini guvohi bo'ldik. Men o'ylaymanki, xudo xolisa biz ham O'zbekiston bilan va Hindiston hamkorlikda birga ishlab aloqalarni to'xtatmaymiz va biz bu yerda o'rgangan narsalarimizni xudo xolisa Toshkentda ham yo'lga qo'yishga harakat qilamiz. Xursandmiz. Rahmat. Xo'p, sog' bo'linglar. Katta rahmat. Yana ko'p sizni Hindistonda ko'rish umididamiz. Sizga sertifikat. Bu doktor Azam oxirgi momentda ilingan vrachlarimizdan bittasilar. Ular ham juda rosa ikkilandilar, o'ylandilar. Lekin bitta narsaga qoyil qoldim. Endi baribir yosh yigit va qanaqadir talab ichidan o'rganish ham juda ham zo'r tilni biladilar. Молодец. Juda ham ingliz tilida ravon gapiradilar.
ko'pchilik o'zbekistonliklar ayniqsa tilni o'ylab orqaga qochadi. Lekin agar tilni bilsa, bizga ham ancha katta ko'mak bu juda katta yordam, osonroq. Ya'ni bemalol hamma joyda gapiraveradi. Endi shu sababdan qatnashdilar, qanaqa nima taassurotni ortopedik suyak bo'yicha, tizza, taz va umurtqa pog'ona bo'yicha qaysi taassurotdasiz? Qanaqa nima kelganda qanaqadir yarashib, nimadir natija afsuslanmadingizmi mabodo? Ko'pamlarga va Azizbek akalarga juda kattakon rahmat aytmoqchiman. Chunki bu bir haftalik trip, ya'ni sayohat meni hayotimni tubdan o'zgartirib yubordi va meni o'zimning sohamga bo'lgan muhabbatim yana ham oshirdi deb o'ylayman. Chunki bu sohadagi Indiyadagi, aynan Hindistondagi bo'layotgan yangiliklar meni to'g'risi aytaman lol qoldirdi. Ayniqsa operatsiya jarayonini robotlashtirilgani va qisqa muddatda bajarilishi va bemorlarning qisqa muddatda reabilitatsiyaga olinishi, ya'ni operatsiya kuniyoq bemorlar reabilitatsiyaga olinishi menda juda ham bir hayratlanarli tarzda bir taassurot qoldirdi deb o'ylayman. Va albatta o'ylaymanki, bu bilimlarni men yana bir marta olishga, yana kelishga Xudo xolasa va'da beraman. Albatta bu ko'prik Hindiston bilan bizni ko'prik vazifasini bajargan Mahbub Afzalga kattakon rahmat aytmoqchiman. Chunki albatta biz bular bilan aloqalarni yana ham tiklashga harakat qilamiz. Albatta aloqalarni mustahkam ushlab qolishga va mustahkam qilishga harakat qilamiz. Kattakon rahmat aytmoqchiman. Barcha tashkilotchilarga, bizga qulayliklarni yaratib bergan barcha jamoaga, Mahbub Afzal jamoasiga va Malika opam jamoalariga kattakon rahmat aytmoqchiman. Salomat bo'linglar katta. Xudo xolasa birgamiz. Sizga sertifikat bilan. Nozir opa, mana siz Hindistonda 2-marotabasiz. Dilovar opa ham. Qanaqa taassurot? 2-marta nima yengil yozdinglar? Taassurotlarim juda ham cheksiz. Bu Hind xalqi, bu Hind madaniyati juda ham bir ajoyib. Bu ajoyibni ko'rishimizning sababini eng asosiy sababchisi Mahbub Afzal bu siz. Men bu hayotimda bunaqa samimiy, bunaqa ochiq ko'ngil, bunaqa pok insonni ko'rmaganman. Men bunga yana amin bo'ldim. Hindistonni bizga shu darajada ko'rsatib berganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Ishlaringizga omad. Doim shunaqa Mahbub Afzal bo'lib butun dunyo bo'ylab sizni taniydigan darajaga chiqishingizni niyat qilaman. Ishlaringizga omad, oilangizga tinchlik, xotirjamlik, ayolingizga eson-omon qutulib olib bag'riga bosib olish. O'zingizni hamma o'ylagan nimaiki yaxshi niyatlaringiz bo'lsa, hammasini amalga oshishida tilashman. Har doim aytaman, saxiy boylardan bo'lib yurishingizni niyat qilaman. Ishlaringizga omad, o'sha O'zbekiston, Tojikiston, nafaqat O'rta Osiyo, balki butun jahon bilan siz chambarchas bog'liq bo'lib, faqatgina Mahbub Afzal bo'lib yurishingizni niyat qilaman. Bundan tashqari bu inson bilan tanishishimga sabab bo'lgan Malikamga, Aziz akaga kattakon rahmat deyman. Sizlar orqali bizni dunyo ko'ryapmiz. Sizlarga nima desam-ekin, bu cheksiz minnatdorman. Shunchalik borsizlar, ishingizga rivoj, Medbudga alohida rivojlanish tilayman. Keyinchalik bizning safimizda mana har safar oshib boryapti. Bitta samolyotni o'zimiz egallab keladigan darajada bo'lishimizni niyat qilaman. O'zbekiston vrachlari ham Malika desa, bo'ldi biz qayerga bo'lsa ham boramiz deb turadigan bo'lishni niyat qilaman. Hammaga kollektivimizga ham alohida rahmat demoqchiman. Shunchalik vrachlar bilan tanishib, biza borgan sari bizani krugozorimiz kengayib boryapti. Men Tojikiston, O'zbekiston Shunga hammaga tanishganimdan xursandman. Yana Mahbub Afzalni sizni eng yaqin komandangiz Haydar, Sarim, Islom, ularga Abdulbosit, ularga alohida rahmat. Большое спасибо. Bunaqa komanda, inoq komanda ko'rmaganman. Mahbub Afzalni ko'ziga qarab turib, hamma narsani tushunib olishyapti. Hamma narsa juda ham organizovanный. Bu best of the best dedi. Ya, men Nodir opam bilan gaplarga qo'shilaman. Mana Nodir opam bilan birgalikda biz ikkinchi marta kelishimiz. Bu safar kamlik qildi. Kam kunga kelamiz. O'tgan safardagi 10 kun kelishimiz kerak ekan. Barchaga birinchi bo'lib Medbudga shu trip uyushtirgani uchun nima deydi, qanaqa qilib biza kelaman, har doimgidek birinchi yo'q deyman, keyin xo'p deyman.
birinchi oy давайте yanvarda давайте fevralda deydigan odatim bor, lekin молодец, Ayzik Malikaga azaki qoyil qolish kerak, shuni uyushtirib nima qilganingiz uchun rahmat kattakon. Mahvo Afzal, sizga rahmat mehmondorchilik uchun. Juda ham maza qildi. Judayam mana endi ovqatlarni sog'inib qolamiz, umuman sizlarni koloritni sog'inib qolamiz. Har safar bir boshqacha holat aytganingizdek, qalbimizda boshqa insaytlar bilan ketamiz. Faqatgina shifokorlar uchun emas, balkim qalbimiz uchun ham katta nimalarni shukur o'rganib ketamiz, har taraflama yengilliklarni. Rahmat kattakon barchaga. Bizlar guruhimizda ham bu safar juda ham yaxshi inoq nima bo'ldi, gruppa bo'ldi. Iloyim Toshkentga ham eson-omon yetib olib hammamiz xursand bo'laylik. Endi har yili kelib turamiz mana shunaqa. Albatta, bemalol keling. Endi bu yog'iga nima ko'nglimiz keng. Bo'ldi, har yili endi bir marta kelib aytganingizdek safimiz Nodir opam aytganlaridek bir samolyotda bron qiladigan darajagacha boringlar, xudo xolisa. Rahmat kattakon hammanglar. Birinchi marta sizlar vrachlar bilan endi siz bilardingiz, Avaz aka birinchi marta tanishdilar, ko'rdilar. Taassurotlaringiz qanaqa? O'zi Hindiston haqida, klinikalar haqida. Abdulvosit, siz вообще vrachlar bilan keldingiz, qanaqa insightlar oldingiz, qanaqa yengilliklar? Shu o'zingiz taassurotlaringizni aytib bersangiz bizga. Kim boshlaydi birinchi? Давайте. Assalomu alaykum. Avvalambor hammaga rahmat. Tashkilotchilarga, O'zbekistondan, Hindistondan, Mahvo Afzalga, Malikaga har tashkiliy masala juda yaxshi rejalashtirilgan, juda yaxshi o'tdi kunimiz. Endi men doktor bo'lmasam ham Maxdagi check-updan o'zim o'tdim, tibbiy ko'rikdan o'tdim. Shu paytda doktor bo'lmagan holatimda ham u yerdagi doktorlarning saviyasi, ish olib borilishini hammasini kuzatib, yondan kuzatganimda boshqacha tuyuldi. Ularning ishga yondashuvi, ularning saviyasi, ishlatilayotgan texnologiyalar va oxirida berayotgan xulosalik esa hammasi juda a'lo darajada bo'ldi. Va Hindistonga o'zim birinchi tashrifim, ko'p eshitganman, ko'p ko'rganman, lekin kelib ko'rgan boshqacha ekan. Juda menga yoqdi, har taraflama odamlarni hayoti qiziq bo'ldi. Bu yerdagi ovqatlari albatta va meditsina sohadagi anaqa o'sishlar, rivojlanishga tasannosi bo'ladi. Shuning uchun hammaga kattakon rahmat. Yana ko'p kelishga niyat qilib qolamiz. Abdulbosit. Assalomu alaykum hammalarga. Bugungi mana o'sha Medbook loyihasi va Afzal Healthcare tibbiyot turizm firmasi bilan birgalikda juda katta loyihani amalga oshirdik. Shaxsan o'zim doktorlar bilan birgalikda o'sha joyda o'zim guvohi bo'ldim. Klinikalarni o'rganish jarayonlari. Hatto o'zim doktor bo'lmasam ham o'sha doktorlarni kirib robotik operatsiyalarda ishtirok etganini taassurotini yuzidan ko'rib o'zim xursand bo'ldim. Nimaga deganda bu katta narsa. Ertaga o'zini vataniga, o'zimizni yurtga kelganda bemorlar bilan birgalikda ishlashda katta tajriba beradi. Men o'ylaymanki, agar shu loyiha oxirigacha davom etsa, O'zbekistondan o'sha o'qishga keladigan doktorlar yaxshi tajriba olib ketsa, menimcha o'zimizda tibbiyot juda yaxshi rivojlanadi va bemorlar ham bundan albatta xursand, mamnun bo'lishadi. Va Afzal Healthcare jamoasi nomidan Mahbub Afzalga ham kattakon rahmat. Hozirgi kunda umuman olganda O'rta Osiyo bo'yicha bunaqa loyiha hali yo'lga qo'yilmagan. Doktorlar bilan birgalikda kelib shu joyda amaliyotlarni birgalikda o'tashiga o'zini hissasini qo'shib kelayotganiga bularga ham kattakon rahmat aytamiz. Rahmat.